Marafon yugurish paytida nima uchun ba'zi sportchilar o'zlarini tutolmay qolishadi? Uzoq davom etadigan, yuqori intensivlikdagi marafon yugurish vaqtida ba'zi sportchilar beixtiyor ishlarini chiqarib qo'yishlari mumkin. Bu holat aslida marafonlarda tez-tez uchrab turadi. Sababi shundaki, sportchining jismoniy bardosh chegaraga yetganda tana qon oqimini ichki a'zolardan oyoq-qo'llardagi mushaklarga yo'naltiradi. Bu esa ichak faoliyatiga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, yugurish paytidagi tebranishlar ham hazm bo'lmagan ovqatni ichak orqali harakatlantirib, kuchli hojat hissini uyg'otadi. Natijada ko'plab sportchilar musobaqa paytida bu noqulay holatni boshdan kechirishadi. Endi esa yana bir g'alati savol: nega ayrim marafon yuguruvchilar poyga oldidan tirnoqlarni olib tashlashadi? Uzoq masofaga yuqori tezlikda yugurish vaqtida barmoqlar doimiy ravishda oyoq kiyimining old qismiga ishqalanadi. Bu og'riq keltirib chiqaradi, tirnoqlar qorayadi va hatto o'z-o'zidan tushib ketishi ham mumkin. Shu sababli ayrim yuguruvchilar musobaqadan oldin og'riq va shikastlanishning oldini olish uchun tirnoqlarini olib tashlashni afzal ko'radi.